Rasmdagi ayol akusher-ginekolog o'zi homilador bo'lishiga qaramasdan, ya'ni tug'ishiga bir necha daqiqa qolishiga qaramasdan, palatadagi boshqa homilador ayolga yordam berdi. 2017-yil iyul oyida Amerika Qo'shma Shtatlarining Kentukki shtatining Frankfurt shahrida mintaqaviy tibbiyot markazida noodatiy voqea sodir bo'ladi. O'sha kuni akusher-ginekolog Amanda Hess o'zining tug'ruq jarayoniga tayyorgarlik ko'rish uchun tug'ruqxonaga kelgan edi. U palatada bo'lganida palatadagi boshqa ayol Leyla Holiday Johnsonning tug'ruq paytida muammoga duch kelganini eshitib qoladi. Chaqaloqning kindik ichagi uning bo'yniga o'ralib qolgandi va navbatda ishlashi kerak bo'lgan shifokor hali uydan tug'ruqxonaga yetib kelmagan edi. Buni eshitgan Amanda o'zining kiyimi ustidan oq xalatni kiyadi va ayolni oldiga boradi, uni tinchlantiradi va chaqaloqni muvaffaqiyatli dunyoga keltirishga yordam beradi. Yordamdan keyin esa Amanda o'zining palatasiga borib, bir necha daqiqadan keyin o'z qizalog'ini dunyoga keltiradi. Bu voqea tibbiyot xodimlari o'zining kasbiga qanchalik sadoqat bilan xizmat qilishini ko'rsatadi. Tan bermasdan iloji yo'q.